Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun biz aloe gulini огородdan oldik. Uni ko'chirib tuvaklarga joyladik. Endi havo ham ancha salqinlab boryapti, chunki mavsum o'zgarishi bo'lyapti. Kuz kirib keldi. Mana kuzda endi огородdan olib gullarni tuvaklarga joyladik. Endi yana kuzatishda bizani davom etinglar. Sizlardan like va kommentariyalar kutib qolaman. Inshaalloh yana keyingi safar sizlarga o'zlarimiz uyimizda yetishtirayotgan gullarimni videoga olib joylayman. Marhamat, kuzatishda davom etinglar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.